Sharqi Turkiston xalqi yo'q qilinish xavfiga duch kelmoqda. 20 mart Turkiyada chiqadigan Hurriyet gazeti xabarida bildirilishicha, Turkiyadagi eng chong ommaviy tashkilotlardan biri bo'lgan İHA insoniy yordam maxfiy sho'basining Navshahar Hoji Bektash Vali universiteti uyushtirgan yig'ilishida insoniy yordam maxfiy raisi Bülent Yildirim apandi Sharqi Turkiston xalqi yo'q qilinish xavfiga duch kelmoqda degan. Xabarda insoniy yordam maxfiy raisi Bülent Yildirim apandi so'z qilib, Xitoy Sharqi Turkiston xalqining har bir oilasigacha bir yoki bir qancha Xitoyni o'rinlashtirib, Uyg'urlarga uydan sirtqa chiqqanda uyni qulflamaslik, eshikni doim ochiq qo'yishga majburlashi Sharqi Turkiston xalqining mavjud bo'lishiga qilingan zo'r bir tahdid ekanligini, Xitoyning Sharqi Turkiston xalqiga tarixda din dushmanlarining Andalus xalqiga elib borgan yo'qotish tadbirlarini elib berayotganligini bilamsizlar. Xitoy Sharqi Turkiston xalqini yo'qotishga urinish qilmishini tuqqanlashtirish degandek chiroyli nom bilan atab elib berayotganligini bildirdi. Biliyor musunuz şu anda Doğu Türkistan'da aynen Endülüs'te yapıldığı gibi bütün Doğu Türkistan halkı yok edilmek isteniyor. Alınan kararları biliyor musunuz? Doğu Türkistan'la ilgili herhangi duyarlılığı olan bir kardeşim var mı? Burası üniversite, gençlerden bilmek istiyorum. Doğu Türkistan tarihini araştıran siz mi? Şu anda Doğu Türkistan için bir karar alındı gençler. Kardeşlik projesi diye bunu da süslediler. Her Doğu Türkistanlının evine bir Çinli veya birkaç Çinli girebilecek. Kapıyı kapatamazsın. Kapı açık olacak. İttiğinde kilitli olmayacak. Xitoyga qarshi ittifoq qurildi. 21 Mart Hong Kong Dajong to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Hong Kongdagi mustaqillikni tashabbus qildigan Hong Kong Milliyat partiya raisi Chin Haotian Xitoyga qarshi kuchlardan ittifoq tashkillagan. Xabarda Chin Haotian Xitoyga qarshi ittifoq qurib chiqish uchun Yaponiya, Tayvan, Hindiston, Vyetnam, tashqi Mongoliya qatorliq rayonlardagi Xitoyga qarshi tashkilot va mustaqillik tarafdorlarining vakillari bilan yig'ilib, Erkin Hindi va Tinch okean ittifoqi qurib, Xitoyni qo'rshovga olmoqchi bo'lganligi bildirilgan. Hong Kong yakki xabarlar to'g'rida bildirilishicha, Osiyodagi barliq Xitoyga qarshi mustaqillik tashabbuschilaridan tashkillangan Hindi va Tinch okean ittifoqiga Hong Kong vakili Chin Haotian, Janubiy Mongoliya vakili Du Haiming, Yaponiyadan kelgan Mingda Yaju va komitet boshlig'i Shi Jing Yingjuan va Tayvanliklarning vakili Zi Jianyuan qatorliqlar qatnashgan. Undan boshqa bu ittifoqqa Tibet, Uyg'ur, Hindiston, Vyetnam, Myanmar qatorliq davlat va rayonlardagi Xitoyga qarshi tashkilot vakillarining qatnashganligi bildirildi. Xabarda mazkur ittifoqning bayonotida yaqindan beri Xitoy doiralari Uyg'ur, Tibet, Mongol qatorliq millatlarning diniy va madaniyatiga buzg'unchilik qilib qolmay, balki bir davlatda ikki xil tuzumni yo'lga qo'yishga qilgan va'dasida turmay, har xil shaklda Tayvan va Hong Kongga singib kirish orqali demokratchilarga buzg'unchilik qilganligi bildirilgan. Xitoy Yevropada yashayotgan Uyg'urlarning iziga qanday tushyotidi? 20 Mart Fransiya kashlik gazetida Xitoy zulmidan qochib chiqqan Uyg'urlarga Xitoyning qanday besimlarni qilayotganligi tasvirlangan Xitoy Yevropada yashayotgan Uyg'urlarning iziga qanday tushyotidi temasida bir parcha maqola e'lon qilindi. Maqolada Xitoyning Fransiya, Germaniya, Turkiya qatorliq davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarga qattiq besim ishlatayotganligi, qo'lida Xitoy pasporti borlari bo'lsin yoki o'zlari yashayotgan davlatlarning nufusiga o'tganlar bo'lsin, hammasi Xitoyning barg'ansir eshiyotgan har xil besimiga duch kelayotganligi tasvirlangan. Maqolada bir qancha Uyg'urning Fransiyada chiqadigan Dunyo gazeti muxbirining ziyoratini qabul qilib, Xitoyning chet eldagi alohida xizmatchilarining Uyg'urlarni o'zi haqidagi asosiy uchurlar bilan ta'minlashi, Sharqi Turkistonga qaytishi, Xitoyga qarshi so'z harakatlarini to'xtatishi kerakligi, bo'lmasa Sharqi Turkistondagi tuqqanlarini nazarband qildiganligi haqida tahdidlarni solganligini paketlik isbotlab berganligi tasvirlangan. Uyg'ur o'quvchilar Turk dunyosi kultur faoliyatiga qatnashdi. 21 Mart 18 Turkiya davlatidan qatnashgan Nuruz faoliyati Turk dunyosi kultur başkenti Kastamonu'da elib berildi. Faoliyatga milliy kiyim-kechak kiyib, qo'llarida ayulduzlik ko'k bayroq elib olgan Uyg'ur o'quvchilar qatnashdi. Faoliyatga kelgan har qaysi millatlarga Sharqi Turkistonning Turk davlati ekanligini
lekin u yerdagi 35 million xalqning zalim Xitoylar tarafidan zulm qilinayotganligi anglatildi. Faoliyatga qatnashgan qarindoshlar o'ziningmi har vaqt Sharq Turkiston xalqining yanida ekanligini bildirib, xotir rasmiga tushdi. Faoliyatni o'rinlashtirgan Kastomono shaharlik hukumat boshlig'i Tahsin Babash sahnaga chiqib, Sharq Turkistondan Kavkaziyaga qadar barliq turk davlatlarining bayramini tabrikladi. Uyg'ur o'quvchilar faoliyatga qatnashuvchilarga Sharq Turkistonni tunishtirdi. O'quvchilar TRT radioning naq maydon anglatishiga taklif qilinib, radio orqali butun turk xalqiga Sharq Turkistondagi 35 million Uyg'ur xalqining salomini yo'lladi hamda Uyg'urlarning har vaqt Turkiyaning yanida ekanligini bildirdi. Oxirida faoliyatga qatnashgan Turkiya sayohat ministri Numan Qurtulmush Sharq Turkiston xalqiga samimiy salom yo'lladi. Amerika Xitoyga yanama ko'p iqtisodiy jazo tadbirlarini e'lon qilmoqchi. Erkin Asiya radiosi Reuters agentligining xabaridan qaraganda, Amerika hukumati Xitoyga yana 60 milliard dollar qiymatidagi iqtisodiy jazo tadbiri e'lon qildi ekan. Qarorning mushu juma kunigacha e'lon qilinadiganligi mo'ljallanmoqda. Bu navbat e'lon qilinadigan jazo tadbirlari asosliq texnika, uchur aloqa va aqliy mulk sohasiga qartilgan bo'lsa-mu, kiyim-kechak, oyoq, kundalik buyum qatorliq 100 dan oshiq turlarga mo ta'sir ko'rsatdi ekan. Bugun Xitoy bosh ministri Li Keqiang buningga inkos qaytirib, Amerikani hissiyot bilan ish qilmaslikka va savdo urushi qilmaslikka chaqirdi. U so'zida Xitoyning aqliy mulkni qat'iy qo'g'daydiganligi va chet el mablag'iga texmo ko'p echilish uchun tirishadiganligini bildirdi. Ammo Fransiya agentligi o'z xabarida Xitoy hukumati bunday va'dalarni ko'p qitim bergan bo'lsa-mu, biroq hech qachon bu va'dalarning ishga oshmaganligini, hozirgacha Amerika va Yevropa korxonalarining bu haqdagi shikoyatlarining oyoqlashmaganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yil Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan tijoratidagi qizil raqam 375 milliard dollarga yetgan bo'lib, Amerika hukumati Xitoyga bu raqamni ozaytirish haqida besim ishlatgan va dastlabda Xitoyning alyumin va po'lat mahsulotlariga qo'yiladigan bajni oshirgan edi. Xitoy raisi Shi Jinping qonliq urush qilishga tayyorligini bildirdi. Xitoy davlat raisi Shi Jinping Xitoy xalq qurultiyining yepilish murosimida qilgan so'zda Xitoyni bo'lishni maqsad qilgan har qanday bir harakatga qarshi qonliq urush qilishga tayyorligini bildirdi. Shi Jinpingning yuqoridagi bu so'zi xalqaro matbuotlarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Erkin Asiya radiosining BBC agentligining xabaridan naql qilishicha, Xitoy davlat raisi Shi Jinping 13-qitimliq Xitoy xalq vakillar qurultiyining 1-umumiy yig'inining yepilish murosimidagi nutqida Tayvan va Hong Kongni kuchli ravishda ogohlantirib, davlatni birlikka keltirishni amalga oshirish Xitoy xalqining birdek orzusi. Uni bo'lishga uringan har qanday bir harakat cho'qim mag'lub bo'ladi degan. Shi Jinping yana Xitoy zaminidan 1 santimetr yerni ayirib olishning mumkin bo'lmaydiganligini eskartish bilan birga, bizning xalqimiz o'z dushmanlariga qarshi oxirgacha qonliq urush qilish ruhiga ega degan ifodalarni ishlatdi. BBC agentligi xabarida Shi Jinpingning bu so'zini Tayvan va Hong Kongdagi mustaqillik harakatlariga berilgan jiddiy signal degan. Ham shundaqla Xitoy hukumatining doim Xinjianglik bo'lgunchi islomiy qurolli kuchlar bilan kurash qilayotganligini ilgari suradiganligini eskartib o'tgan. Fransiya agentligi bu vaqtdagi xabarida Shi Jinpingning murosimda qilgan so'zini dahshatlik millatchilik tusini olgan so'z deb tasvirlagan. Birlashma agentligining xabarida aytilishicha, seshanba kuni Tayvan tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Andrew Li bayonot berib, Xitoy hukumatining Tayvanning ishlariga qo'l tiqishiga yo'l qo'ymaydiganligini bildirish bilan birga, Tayvanning Amerika bilan bo'lgan munosabatlarini davomli kuchaytirganligini ta'kidladi.